Dunyo vaqtinchalik bir astanobga. Tom kerak, o'tiradigan joy kerak, mayli qilaylik bu narsa, lekin qalbimizni berib qo'ymaylik bu narsaga. Chunki qiyomatda Alloh taolo aytadi: "Yawma la yanfa'u malun va la banun." Qiyomat shunaqa kunki, biz ikkita narsani deb yuramiz. Yuribsizmi? Yuribmiz bola chaqa deb. E'tibor bering, bola chaqa deb. Ikkita narsani aytyapmiz. Bolam, chaqam, bolam. Bola deb chaqa qilib olib yuribmiz. Xuddi shu ikkita narsani aytyapti. La yanfa'u malun va la banun. Qiyomat kunida ayni shu ikkita narsa asqatmaydi. Bolam, chaqam asqatmaydi. Faqat pokiza qalb bilan borgan bo'lsanglar, mashq qalbinglar asqatadi dedi Alloh azza va jalla. Jasadni Alloh taolo xizmatga bergan. Dunyoda tirikchiligini qilishlik ibodatga. Ruh birodarlar, xo'jayin bo'lishlik kerak bo'ladi. Qalbimiz faqat Alloh bilan bo'lsin, inshaalloh adashmaganlar qatorida bo'lsak